Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Sizlar uchun bir adrenalin hikoya tayyorladi Dilbek. O'shani sizlarga audio ko'rinishda yetkazmoqchimiz. Bu hikoya bizni Telegram ijtimoiy tarmog'idagi botga Sardorxo'ja Rizqxo'jayev degan boladan keldi. O'sha akamizga kattagan rahmat deyman. Bu hikoyani sizlar juda ham taniysizlar. Ya'ni bu hikoya Temurxonni 23:00 qo'rqinchli hikoyasiga ikkinchi qismini Dilbek o'qiyapti. Qo'llab-quvvatlaymiz degan umiddaman. Qolgan gapni Dilbekdan eshitamiz. Rahmat e'tiboringlar uchun. Salom aziz tinglovchilar. Barchaga xush kayfiyat tilagan holda Dilbek o'z hikoyalarini boshladi. Sizlarning e'tiboringizga hozir taqdim etmoqchi bo'lgan hikoyani birinchi qismini King 24, ya'ni Temurxon taqdim etgan. Men hozir sizlarga ushbu hikoyani ikkinchi qismini e'tiboringizga taqdim etaman. Hikoyamizning nomi Salom bolakay deb nomlanadi. Xullas, an'analarimizga sodiq qolgan holda chiroqlarni o'chiring, eshikni qulflab oling. O'rningizga yaxshilab joylashib, quloqchin, ya'ni naushniklarni taqib oling. Agar siz tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Salom men aziz tinglovchi muxlislarim. Sizlarga Jam Music kanalini tavsiya qilaman. Bu bir akamizning kanali. Bu kanalda har xil videoroliklar chiqadi. Monolog, dialog, har xil. Xohlagan yo'nalishingizda narsani topishingiz mumkin. Kirib obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman. Bilasiz, sizlarga hech qachon yomon narsani tavsiya qilmaganman. Meni uyaltirib qo'ymaysiz degan umiddaman. Hammalaringiz kirib, albatta kanal silkasi kommentariyada bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ying. Rahmat barchangizga. Chiroq o'chdi. Birdaniga qarshimdan oppoq yuzli, lekin juda ham qo'rqinchli holatda turgan qiz paydo bo'ldi. Meni badanimda muzdek ter oqardi. Yuragim esa juda tez urardi. Xuddi hozir yoriladi-yu, men shu joyni o'zida jon beraman deb o'ylardim. Shok holatida turardim. Hamma yerim qo'rquvdan titrardi. Haligi dahshatli qiz menga qarab, "Mana sen bilan va nihoyat uchrashdik" deya qattiq kula boshladi. Qizning turishi qo'rqinchli edi. Bu gapidan va qo'rqinchli kulgusidan meni battar yana qo'rquv bosardi. Nima qilishimni bilmay orqaga yura boshladim. U ham men tomon yurib kelardi. Shu payt o'ylab qoldim. Agar men hozir hech narsa qilmay taslim bo'lsam, o'lishim aniq. Agar soat 3:00 gacha men bu orada tirik qolishga urinsam, soat 3 gacha chiroq yonadi. Bir o'limdan qutulib qolaman deya. Birdaniga hech narsaga e'tibor bermay, hech narsani o'ylamay xonadan otilib yugurib chiqib ketdim. Yo'lak juda qorong'u edi. Telefonimning fonarini yoqdim-da oshxona tomonga qocha boshladim. U esa ortimdan qattiq qo'rqinchli ovoz bilan kula boshladi. Uning kulishi uyni titratib yuborardi. Oshxonaga kirdim-da yashirinib olishga joy qidira boshladim. U esa qadam tovushlari bilan oshxona tomon yurib kela boshladi. Keyin menga "Qayerdasan? Akangni ham yo'q qildim. Endi seni yo'q qilaman" derdi. So'ng men vaqtinchalik fonarimni o'chirdim-da oshxonani burchak tomoniga yashirinib oldim. U esa oshxonaga kirib keldi.
So'ng meni qidira boshladi. Men esa indamay o'tirardim. U chuqur-chuqur qo'rqinchli nafas olardi. Men esa chiday olmadim. Tezroq meni topib olmasan, sekin o'rnimdan turdim-da, bildirmay nafas olmay oshxonadan chiqib ketayotgan chog'im la'nati qorong'uligidan yerda yotgan televizorimni ko'rmay qoldim. Yurib ketayotganimda qoqilib yerga yiqildim va u menga tezlikda qaradi. Shu payt o'rnimdan turayotgan paytim meni oldimga qichqirgancha sekin yurib kela boshladi. Qo'rqqanimdan yerga yotgan televizorni olib unga qarata uloqtirdim. So'ng televizor unga tegdi. U yiqilmadi, qilt ham etmadi. Men esa vaqtim borda fonarimni yoqib chiqish eshigi tomon yugura boshladim. Eshikni oldiga borib eshikni ochmoqchi edim. U har doimgidek umuman ochilmasdi va men zarb bilan tepa boshladim. Eshik qattiq qotirilgan. Uni tepsam baribir ochilmasligini bilib qattiq baqirdim. Shu payt oshxonadan "Sen tuzoqdasan", haligi dahshatli qiz bilmay fonarimni oshxona yo'lagi tomon tushirib ko'rdim va men uni qandayligini ko'rdim. Juda dahshatli edi. Uni ko'rgan yuragi bo'sh odam yuragi yorilib o'lardi. Uning ikkala qo'lida ham qonga botgan, qo'lining kesilgan joylari ko'rinardi. Oyoqlari juda dahshatli ko'karib yotardi. Har yurib kelayotgan joyida qon to'kilardi. Yuzi umuman ko'rinmasdi. Sochlari bilan berkitib olgan. Sochlari esa oppoq edi. Bu haqiqiy dahshat. Darhol fonarni o'chirib cho'ntagimga soldim-da duch kelgan joyga qocha boshladim. So'ng mehmonxona eshigi oldiga borganimda eshikni sekin ochdim. Ichkari juda ham qorong'u edi. Stol qayerda turishini bilardim va o'sha yerga borib stol tagiga kirib oldim. La'nati. Shoshganimdan eshikni yopmabman. Ming la'nat dedim. Haligi qo'rqinchli qiz uyda qandaydir tushunarsiz qo'shiqlarni kuylab, pichirlab nimalardir derdi. Bu esa meni battar qo'rqitardi. Tanam titrab ketardi. Men 15 daqiqa stolning tagida yotdim. Bu vaqtda esa men eshikni yopishga juda qo'rqardim. U ham 15 daqiqacha meni qo'rqitardi. Soatga qaradim. 23:40 daqiqa o'tibdi. Shu la'nat vaqt ham tezroq o'tsa-yu, tezroq chiroq kelsa deb o'ylardim. Shu payt mehmonxona eshigi sekin g'iyqillab ochila boshladi. Men buni eshitib yuragim juda tez ura boshladi. So'ng boshini ichkariga kirgizib qo'rqinchli ovoz bilan nafas olardi. Uning shunchalik kiyimlari, yuzi oppoq ediki, qorong'uda ham yaqqol ko'rinib turardi. Shu payt u baland ovozda "Sen shu yerdasan, chiqa qol. Axir baribir men seni o'ldiraman", derdi. Men bu gaplarni eshitib, Xudoyim, o'zing yordam ber", deya o'lganim yaxshimidi? Bu qo'rquvlarni his etmasdim degan xayollar meni boshimdan aylanib yurardi. Men indamay stol tagida yotardim. Shu payt u xonaga sekin qadam bosgancha kirib keldi. Men stol tagida yotganimni bilib qoldimikin bilmadim, yoki nafas olayotganimni eshitganmikin? Men buni bilmayman. Xullas, yurayotgan joyida sekin to'xtab qoldi-da, birdan kutilmaganda o'ng oyog'imni ushlab oldi. Meni battar qo'rqitib shok holatiga tushirib qo'yay dedi. So'ng oldiga torta boshladi. U qo'rqinchli ovoz bilan qattiq kulib meni tortardi. Men esa qattiq baqirardim. O'zimning qattiq ovozda baqirishim qulog'imni yoray derdi. Men bir amallab oyog'imni uni qo'lidan olishga harakat qilardim. Foydasi bo'lmasdi. So'ng stol oyoqlarimni mahkam ushlab oldim. So'ng meni tinch qo'y, iltimos, kechir meni, kechir iltimos deb baqirardim.
U esa "Yo'q, hammangni o'ldiraman" deya qo'rqinchli ovozda kulib meni oyog'imdan tortaverardi. Shu payt stolga yozilgan dasturxonni ustidagi narsalarni pastga torta boshladim. Dasturxonni ikkala qo'lim bilan torta boshladim. Stolda idishlar juda ko'p bo'lgani uchun dasturxonni ikkala qo'lim bilan bor kuchim bilan tortishimga to'g'ri keldi. Hamma idishlar yerga ag'darilib sinib ketdi va bitta katta shishadan qilingan buyumni oldim-da, haligi qizni qo'liga idish sinmagunicha urardim. Qizning qo'li qattiq zarb bilan tekkandan so'ng haligi qiz meni qo'yib yubordi. So'ng o'rnimdan turib xonadan chiqib ketmoqchi edim, la'nati, singan idishlar meni ikkala oyoqlarimni ham kesib oldi. Qattiq baqirib yubordim. Amallab xonadan chiqib ketdim. Qayerga qochishni qidira boshladim. Haligi qizni battar jahli chiqib o'rnidan turayotgandi. So'ng yuvinish xonasiga qochdim-da, kirib eshikni qulflab oldim. Oyoqlarimda qon oqardi, og'rib ketardi. Shu payt yuvinish xonasiga fonarimni tushirib, bir kiyimni oldim-da, bir amallab yirtib oyoqlarimga bog'lab oldim. Haligi qiz meni qayerga qochganimni ko'rib qoldimi bilmadim, eshikni oldiga kelib eshikni tepa boshladi. Qattiq ovozda qichqirar, o'zini eshikka urardi. Xuddi hozir kirib meni burda qilib tashlaydigandek. Yuvinish xonasida yarim soatcha qolib ketdim. U esa har doimgidek devorlarni urar, eshiklarni tepardi. Men esa quloqlarimni yopib olib o'tirgancha bu uydan qanday qochishni yoki mana shu qonxo'r qizni o'ldirishni o'ylardim. Shu payt xayolimga bir narsa keldi. Bu qizni o'ldirgani foydasi yo'q. Baribir u o'lgan. Yaxshisi bu uydan bir amallab qochishim kerak dedim. Shunda o'ylab xayolimga bir reja keldi. Ya'ni eshikni ochaman, uni kirishini kutaman yoki chalg'itib bo'lsa ham shu yerga kirgizaman va ustidan qulflab qo'yaman dedim. 5 daqiqa kutdim. U sekin jim bo'lib tinchlangandek edi. Shunda soatimga qarab qo'ydim. Tungi 12dan 39 daqiqa o'tgan edi. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi deya eshikni sekin ochdim. Haligi qiz ko'rinmadi. Fonarimni tushirganimda ham yo'q edi. Shu payt o'ng va chap tomonlarimga qarab ko'rdim. U yo'q. Xursand bo'layotgan edim, nahotki u ketdi deya. Tashqariga chiqib oshxona yo'lagi tomon fonarimni yoqib qarab turardim. La'nati, u hojatxonaga kirib olgan ekan. Hojatxona eshigini kimdir sekin ochdi. Hayron bo'ldim. So'ng orqa tomonimga fonarimni tushirgan edim, u menga birdan tashlanib qoldi. So'ng meni yerga yiqitdi-da ustimga chiqib bo'g'ib oldi va menga qarab qattiq o'kirardi. Meni o'ldirib qo'yay darajada bo'g'ib turar edi. Birdan ikkinchi qo'lini oldi-da, o'tkir tirnoqlari bilan oyog'imga sancha boshladi. Men tinmay baqirardim. Qiz esa baqir, bemalol baqir. Baribir seni bugun hech kim qutqara olmaydi. Hech kim ovozingni eshitmaydi, deb yana o'sha qo'rqinchli ovoz bilan kula boshladi. Men esa yerda o'lim bilan olishib yotardim. So'ng bo'g'ayotgan qo'lini qattiq ushladim-da, bo'ynimdan olib tashlab, tanasiga bir tepib vannaxonaga uloqtirib yubordim va ustidan qulflab qo'ydim. U esa o'rnidan turib oynani urardi va "Och eshikni, seni o'ldiraman, och" deb yana qattiq baqirib qichqirardi. Men quloqlarimni tezda yopib oldim. Shunda u "Agar eshikni ochmasang, akang va seni rostdan o'ldiraman" dedi. Bu gapidan keyin men g'alati bo'lib ketdim. Hamma yerim qaltiray boshladi. Shunda men "Qanaqasiga axir, akam o'lgan-ku" deya o'ylay boshladim.
Shunda o'zimga o'zim u aldayapti. Eshikni ochishing uchun aslo eshikni ocha ko'rma deya eshikni ochmadim. Men shok holatida edim. Men bunday holatimga hech kim tushishini xohlamayman. Shu payt devor oldiga o'tirib oldim. Qiz ham jim bo'lib qoldi. Ko'zlarim yumilib yerga ag'anab uxlab qolibman. Oradan 30 daqiqa o'tar o'tmas bir baqiriq ovozi meni uyg'otib yubordi. O'rnimdan turib, uxlab qolibman-ku deya soatga qaradim. Tungi 1dan 54 daqiqa o'tgan edi. Qo'rquv va hayajondan vaqtni o'tib ketganini bilmay qolibman. Hamma yer suv quygandek jimjit edi. Shu payt haligi qizni qamab qo'ygan vannaxonadan akamni baqirganini eshitdim. Men qo'rqqanimdan yerga o'tirib qoldim. Meni muzdek ter bosdi. Oyoqlarim qaltirar, yuragim juda tez urardi. U yerda akam baqirardi. Eshikni oldiga keldim-da, aka dedim. Akam esa, ukajonim menga yordam ber deya yig'lab baqirardi. Haligi qiz akamni qiynab o'ldirayotganini yaqqol eshitardim. Shunda miyamga bir fikr kelib qoldi. To'xta, stop. Akam o'lgan-ku va qayerdan hozir aynan shu yerda paydo bo'lib qolishi mumkin? Bu juda dahshatli edi. Men nima qilishimni bilmadim va nima bo'lsa bo'lar deya o'zimni qo'lga olib fonarimni yoqib vannaxona eshigini qattiq ochdim. Eshikni ochishim bilan bilmadim, hamma yer suv quygandek birdan jimjit bo'lib qoldi. Akam esa hozir baqirib turgan edi, lekin ovozi o'chib qoldi. Fonarimni vannaxonaga tushirdim. U yerda dahshatli va o'lik hidi kelib turardi. Devorlarda qo'l izi bilan qolgan qonlar bor edi. Yerda esa qon bo'lib yotgan oq va qora aralash kesilgan sochlar yotardi. Oyna, ya'ni ko'zguga tushirgan edim. Yuragim yorilib ketay dedi. Oynada haligi ruh qizning qo'rqinchli kallasi og'zini ochgancha o'lib yotardi. Bu rasm qanday qilib oynada paydo bo'lib qolishi mumkin? Mayli, o'ylab o'tirishga vaqt yo'q. Ichkariga sekin kira boshladim. Vannani ichida esa juda qo'rqinchli va badbo'y hidli ikkita o'lik jasad yotardi. Qo'rqqanimdan telefonimni qo'limdan tushirib yubordim. Telefonimni oldim-da, yana fonarimni vannaga tushirdim. Eng yomon tomoni, ulardan biri akam edi. Akamdan tiriklik hissi yo'q edi. Yuzlari oppoq bo'lib ketgan. Nega shuni oldinroq sezmadim-a? Axir haligi qo'rqinchli qiz qayerga ketdi? deb u esa akamning yoniga yotardi. U ham o'lik holatda edi. Men esa shok holatida qo'rqqanimdan qattiq nafas olardim. Joyimda qimirlamay turardim. Shu payt haligi qiz tezlikda ko'zini ochdi. Meni yuragim yorilay dedi. Menga qarab salom deb menga qo'rqinchli ovoz bilan gapirdi. Men esa yo'q deb baqirib yubordim va yuvinish xonasidan chiqib ketmoqchi edim. La'nati birdan yopilib qoldi. Ana endi meni haqiqiy o'lim kutayotgandi. Eshikni itardim, ochilmadi, qulflanib qolibdi. Qanday qilib haligi qiz qo'rqinchli ovozi bilan kula boshladi va sekin o'rnidan turdi. Men buni ko'rib battar qo'rquvga tushdim va nima qilishimni bilmay eshikni urardim, tepardim, ochilmasdi va oynani sindirish uchun narsa qidira boshladim. Hech narsa yo'q edi. Birdaniga haligi qiz meni orqamdan ushlab oldi
va yerga yiqitdi. So'ng vanna ichiga sudrab yotqizib qo'ydi-da, meni qattiq bo'g'ib oldi va meni yuzimga qarab qichqirar, baqirardi. Men hozir shu yerni o'zida o'lsam kerak deb o'yladim, lekin bunday bo'lmadi. Men nima qilishimni bilmasdim. Juda dahshatli, o'ta qo'rqinchli holatda yotardim. Ustimda haligi qiz meni bo'g'ib olgancha menga qichqirardi. Ko'zlari va og'zidan oqayotgan qip-qizil qon mening yuzimga sachrardi. Yonimda esa akamning o'ligi, hamma yer qorong'u, zulmat, dahshatli ko'rinishdagi vannaxona edi. Meni bo'g'ib olganidan baqira olmasdim. La'nati, axir men o'zimga o'zim va'da berganman. Akamning qilgan ishiga men javob bermayman. Men tirik qolishim kerak. Shu payt menda yashab qolish instinkti ishlay boshladi. Turishga harakat qilardim va men ham uni vannani ichiga yotqizib o'zim turib oldim. U esa vannani ichiga tiqildi. Men esa o'rnimdan turib oldim va fonarimni yoqdim-da, vannadan chiqayotganimda u meni oyog'imdan ushlab qoldi. Men esa boshim bilan yerga qattiq yiqildim. Boshimda juda qattiq og'riqni his qildim. Haligi qiz oyog'imni ushlab olib, "Qayoqqa? Hali seni o'ldirmadim-ku", dedi. Men esa qimirlagancha qizning tanasiga tepdim. O'rnimdan turib oldim va yugurib borib eshikni urdim. Eshikni oynasiga bor kuchim bilan urardim. Xayriyatki, urayotgan joyimdan oyna ham sindi. Lekin oynani sindirgach, qo'lim qonay boshladi. Oyna esa qo'limni kesib tashlagan edi. E'tibor bermasdan bir amallab vannaxona orqasidan chiqib oldim. Fonarimni oldim-da, oshxona tomon yugura boshladim. Oshxonaga kirdim. Eshik kalitlarini oldim-da, chiqish eshigini ochmoqchi edim. Shu payt uy gursillab ketdi va vannaxonaning eshigi sekin ochildi. Hayron bo'ldim. U uyda nimalar bo'lyapti? Men ocha olmagan eshikni u qanday ochdi va meni battar qo'rquv bosdi. Xayriyatki, eshikka mos keladigan kalit tushdi va ochildi. Eshikni ochib chiqayotganimda haligi vahshiy qiz meni kiyimimdan ushlab qolib yerga yiqitdi. Keyin esa meni ushlab ichkariga tortib ketayotganida temir panjaraga tiqilib qoldim va u meni torta olmasdi. So'ng ikkala oyoqlarimni temir panjaraga tiqib mahkam o'rnatib oldim-da, bor kuchim bilan oldinga itarildim. U esa meni torta olmasdi va qo'yib yubordi. So'ng o'rnimdan turib tashqariga yugurdim. Pod'ezd yo'lagiga endi chiqqanimda u meni oldimda katta tezlikda paydo bo'ldi-da, menga qarab, "Qancha qochishga urinma, sen bugun baribir o'lasan", derdi. So'ng meni bo'ynimdan ushlab oldi-da, menga qarab qo'rqinchli ovozi bilan nafas olardi. Shu payt miyamga bir g'oya keldi.
o'rnimdan turdim. U esa eshikni oldiga keldi-da, eshikni qattiq urib, "Eshikni och" deb baqirdi va tirnoqlari bilan eshikni tirnay boshladi. Endi men bu uydan qochishim kerak. U baribir eshikni buzadi va berkinib olgan taqdirimda ham u meni topib olib aniq o'ldiradi. So'ng oshxona yo'lagi tomon yugurdim. Oyna ochilmagani uchun oshxonadagi buyumlardan oynani sindirdim. Oyna ham sindi. Oynadan sakraganimda oyog'im singan taqdirida ham men tirik qolishim kerak dedim. Shu payt eshik birdan ochildi. U esa qichqirgancha oldimga kelayotgandi. Men 5-qavat oynasidan sakradim. Yerga juda qattiq yiqildim. Oyoqlarim chidab bo'lmas darajada og'riyotgandi. Qattiq baqirib yubordim. Haligi qiz menga oynadan qarab, "To'xta, mendan qocholmaysan" deb baqirdi va qo'rqinchli ovozi bilan kula boshladi. Men tushunib yetdim, u ham sakramoqchi edi. Men esa zo'rg'a o'rnimdan turib, oyoqlarim og'risa ham kuchim yetgancha yugura boshladim. Axir men tirik qolishim kerak. So'ng u ham sakraganini eshitdim va meni orqamdan yugurib kela boshladi. Men esa tezda fonarimni yoqdim-da, to'g'ri kelgan joyga qocha boshladim. Ko'p qon yo'qotyapman. Boshim aylanib og'rib ketardi. Oyoqlarimni-ku aytmasa ham bo'lardi. Menga yetib olishini bilardim va berkinish uchun boshqa bir podyezdga kirib oldim. Soatga qaradim. Xayriyatki, tungi 2dan 55 daqiqa o'tgandi. Hozir ozgina vaqtdan keyin chiroq ham keladi. Men kirib olgan podyezdni ko'rib qolgan shekilli, u ham shu yerga kirib kela boshladi. Fonarimni o'chirdim-da, tezda 1-qavatdagi bir uyning eshigini taqillatdim va "Yordam beringlar, kim bor, iltimos" deya taqillatardim. Haligi qiz esa "Nima qilyapsan?" deb meni oldimga yugurib keldi-da, meni bo'g'ib olib, bo'ynimni qattiq tishlab oldi. Men esa qattiq baqirib yubordim. Keyin "Yordam beringlar, meni o'ldirib tashlaydi" deb eshikni tepdim. Bir payt o'sha uydan kimdir eshikni ochayotganini eshitdim. Men esa hushimdan ketdim va yiqildim. Eshik ochilayotganini ko'rgan haligi vahshiy qiz qayergadir g'oyib bo'ldi. Uy egasi esa uyqu aralash fonarlarini yoqib chiqishdi. Meni hushimdan ketganimni va qo'lim qip-qizil qon, hamma joyim dabdalasini chiqib ketganligini ko'rib, meni darhol shifoxonaga olib ketishibdi. Shu paytda chiroq ham keldi. Ko'zimni ochdim. Ertalabki vaqt, ko'cha yop-yorug'. Shifoxonaning qaysidir xonasida yotardim. Qo'llarim, boshim bint bilan bog'langan. Chap oyog'im ham bint bilan qattiq bog'langan. Chap oyog'imni qimirlata olmasdim. Qattiq og'riyotgandi. O'ng oyog'im singan ekan, gips holatida bog'lab qo'yishgan. Hushimga kelganimdan keyin xonaga doktorlar kirib kelishdi. Menga tashxis qo'yishibdi. Oyog'im singani uchun, ko'p qon yo'qotganim uchun 1 oy shu yerda davolanishimni aytishdi. Va biror yaqiningiz yoki qarindoshingiz bormi deyishdi. Men esa "Ha, bor, ularni telefon orqali chaqirishim mumkin va ularga bo'lgan voqealarni batafsil tushuntirib beraman. Bugun faqat dam olishni xohlayapman" dedim. Doktorlar ruxsat berishdi va sal xotirjam bo'ldim. Doktorlar xonadan chiqib ketishdi. Men esa xonada dam olib yotganimda yonimda turgan telefonimga noma'lum raqamdan 2 ta xabar keldi. Ochib qarasam, "Salom yigitcha, yaxshimisan? Sen bilan yana uchrashamiz. Tayyor bo'lib tur" deb yozilgan ekan. Meni sovuq ter bosdi.
Endi meni o'ldirmaguncha meni ta'qib qilsa kerak endi. Meni 23:00 gacha o'tirishga qurbim yetmasa kerak. Ha, lekin o'sha uydagi qo'rqinchli voqealar, akamning o'ligi, bu dahshat, haqiqiy qo'rqinchli hodisa edi. Ayniqsa akamning ovoziga o'xshatib meni chaqirgani, bu haqiqiy dahshat. Endi meni har kunim qo'rquvda o'tadi. Qo'rqib yashayman. Qo'rqib qoldim. Qachon tasodifan paydo bo'lishini men bilmayman. Hurmatli tinglovchilar, agar hikoyani ijro etish mobaynida ayrim xatoliklarga yuz bergan bo'lsa, meni